hamma asabda, hamma bir-biridan nafratlangan buncha nafratni qayerdan olyapsizlar? Qayerdan buncha nafrat? Ko'cha-ko'yda, avtobusda, taksida, bozorda, ishxonalarda, gapda, to'yda, azada, uyda, oilada, aka-uka o'rtasida, ota-ona, farzand, do'stlar, hamkasblar hamma o'rtasida nafrat. Hamma bir-biridan nafratlangan. Qayerga qaramang bir-biriga nafratlanganlar. Ayniqsa Instagramda. Buncha nafrat qisqagina umringizni yeb bitiryapti-ku. Olimlarning, shifokorlarning aytishiga qaraganda insonning yuragi bor yo'g'i o'rtacha 300 gram chiqar ekan. 300 gram. Bu 300 gram yuragingizga tonnalab nafratni qanday sig'diryapsiz? U bechora yurak qanday urayapti, qanday ko'taryapti buncha nafratni? Gapimga hayron qolayotgan bo'lsangiz, atrofingizga bir nazar soling. Hasad, g'iybat, nafratning badbo'y sassiq hididan muhabbat, mehr va samimiylikning gram ham ta'mini sezmay qoldik. Yo'q bo'lib ketdi. Ko'rinmay qoldi bunaqa narsa. Buncha nafrat va hasad bilan tobutga qanday sig'amiz? Torgina qabrgacha. Tarixda Robiya Adaviya degan ulug' bir onalarimizdan o'tgan. Shu onamizdan bir inson kelib, "Onajon, shaytondan nafratlanasizmi?" deb so'rasa, Robiya onamizni javobini eshiting. "Shaytonni yaxshi ko'rmayman, ammo qalbimda unga nafrat qiladigan joyni Allohning muhabbati egallagan bolam" degan ekanlar. Hech e'tibor berganmisiz? Nega yosh bolalar doimo xursand yurishadi? Hech narsani o'ylamaydi. Qorni to'ysa bo'ldi. Istalgan begona bola bilan bir lahzada tanishib, do'stlashib, o'ynab ketaveradi. Urushib qolsa ham yana tezda yarashib o'ynab ketaveradi. Bir-biriga dushmanlik qilib, "Andoq qilaman, bundoq qilaman" deb quvib yurmaydi ortidan. Nimaga bilasizmi? Chunki ular hech kimdan nafratlanishmaydi. Shuning uchun ular beg'ubor. Shuning uchun ularni xursand bo'lishi juda ham oson. Afsuski biz ota-onalar, kattalar bolalarga, go'daklarga, yoshlarga odamlardan nafratlanishni juda tez o'rgatyapmiz. Hoy baraka topkunlar, bu nafratimiz kasridan hammamizning boshimizga balolar, katta-katta musibatlar kelishidan qo'rqaylik. Axir har kunimiz, soatimiz, daqiqa va sekundlarimiz bizni quyosh g'arbdan chiqadigan so'nggi kun, so'nggi lahzaga yaqinlashtirayotgan bir paytda ahvolimizni battar qilmaylik. Oynaga qarab biroz o'zimizga savol beraylik. Men nima uchun yaratilganman? Odamlarga nafrat, hasad qilib, ularni yomon ko'rib, dushmanlik qilib, ular bilan husumatlashib yoki iblisga askar bo'lish uchunmi? Men o'zi kimman men? Bu kichkinagina yer sharida nima qilib yuribman men? O'lsam nima bo'ladi degan savollarni o'zimizga beraylik. Hazrat Rumiy aytadi: